Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Men murojaatim kuchli bo'lajak, ya'ni nima desam ekan, adolatli, yangi nima desam, yangi kuchli blogerlarga, qisqasi adolatli blogerlarga murojaatim. Men ham sizlarni iloyim yo'linglardan bersin. Ikki xil yo'nalishda ketyapman. Bittasi saxovat yo'lida, Xolavod saxovat ochganman. Ikkinchisi bo'lsa Dilafruz Shop deb Instagramda ham, YouTube'da ham, Facebook'da ham, hamma internet tarmoqlaridaman. Iltimos, murojaatim sizlarga, blogerlar akalarga shu videoyimni keng tarqatib, menga yordam berib, menga ko'maklashib, yordam berishinglarni Allohdan so'rab qolaman. Alloh uchun iltimos, men ham o'zim nogiron ayolman, uyim joyim yo'q, kvartirada turaman, xo'jayinim bor, xo'jayinim ham oriqchan, shunga uy qilolmaymiz, nima debsam ekan. Qisqasi menga yordam berib ko'maklashinglar, moddiy tomondanmi, ma'naviy tomondanmi, blogerlikni o'rgatib, sizlarni yo'linglardan yurishdi. Misol, mana Marg'ilon saxovat admini egasi shaxsiy Azamjon akani yo'lidan bersin. Sardorxon akani, Shavkat aka Zulfiqorni, shunga o'xshaganlarni iloyim yo'llarini bersin. Misol, mana Sayyora Sobirjonovna bor, YouTube'da ham, Instagram'da ham, hamma Facebook'da, qaysi internet tarmoqlar bo'lsa hammasida mavjud. Shu men aytganlarim, yana bilmaganlarim ham ko'p. Shu akalarni, shu opalarni ilohim yo'lidan bersin. Meni yana aytadigan murojaatim moddiy tomonda, yana qaytaraman, moddiy va ma'naviy tomonda yordam berib, qo'llab-quvvatlab, shu kanalimga, shunaqa kanalimga obuna bo'lib, like bosib, tarqatishinglarni, kengayib ketishlarini, men ham kuchli blogerlardan bo'lib yetishimni Allohdan so'rab qolaman. Yaxshi yo'lda yuribman, xalqni yo'lida deb ham o'ylayman. Yaxshi niyatda ochdim, yaxshi niyat yarim mol deydi. Shunga xalqni ichida yuraman. Xalqdagilar bitta blogerlarga tegishli emas, oddiy xalq. Chunki xalq shunaqa blogerni ham, san'atkorni ham, kimi bo'lsa ham olqishlab turadi. Oddiy xalqqa ham, blogerlarga ham murojaatim shu. Meni подписчикка qilib, qisqasi yordam berib, shuni so'rab qolaman. Gapirolmaganim uchun uzr. Shunaqa gapirolmayman, to'g'risi unchalik. Endi qaysi yo'ldan bo'lsa ham qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Shu blogerlik yo'nalishda yuribman. Telefon nomerim 93lik 145 62 52. Telegramim ham, WhatsAppim ham. Turkiyada bo'lasizmi, Koreyada bo'lasizmi, Moskva, ya'ni Rossiyada bo'lasizmi, qaysi davlat, qaysi shaharda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Amerikada bo'lasizmi, yordam berib, qo'llab-quvvatlab ishingizni, Qirg'izistonda bo'lasizmi, Qozog'istonda bo'lasizmi, qaysi davlat, qaysi yurtda bo'lishingizdan qat'iy nazar, meni qo'llab-quvvatlashingizni Allohdan tilab qolaman. Yordam berishinglarni yana Allohdan tilab qolaman. Gapirolmagan bo'lsam uzr. Hammanglarga rahmat. Kelayotgan avvalambor yangi yil bilan, kelayotgan ro'za-yu Ramazon kunlari bilan sizlarni tabriklab qolaman. Bu yilda ushalmagan orzularingiz 2026-yilda ushalib qolishini tilayman. Nima niyatinglar bo'lsa, niyatinglarga yetinglar. Omad, baxt, saodat tilayman. Sihat, salomatlik tilayman. Barchanglarni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklab qolaman. Xayr, yaxshi qolinglar.